Iqtisodiyot fanlari doktori professor Bahodir Akramovich Hasanov 1960-yil Samarqand viloyatida tavallud topgan. 1983-yilda Toshkent xalq xo'jaligi instituti, hozirgi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining buxgalter iqtisodchi mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. O'z vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Malayziya, Chexiya, Xitoy, Rossiya, Janubiy Koreya va Qirg'iziston singari mamlakatlarda malaka oshirgan. Bugungi kunga kelib, Bahodir Hasanov O'zbekiston Oliy attestatsiyasi komissiyasi ekspert kengashi a'zosi, Bank Moliya akademiyasi huzuridagi ilmiy kengash a'zosi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi ilmiy kengash raisining o'rinbosari va Turon akademiyasi akademigi hisoblanadi. Bahodir Hasanov 205 dan ortiq o'quv uslubiy va ilmiy tadqiqot ishlarining muallifidir. Bahodir aka, avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, men birinchi savolim o'qituvchilik kasbiga qanday qilib kirib kelgansiz? Mana shu haqida gapirib bersangiz. Rahmat savolingiz uchun. O'qituvchilik bu ulug' kasb. Mana oldingi ustozlarimiz ham bu haqda chiroyli ta'riflarni keltirishgan. Men talabalik vaqtimda 1979-yil mana shu Toshkent xalq xo'jaligi instituti nomlanardi, hozirgi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. O'sha 79-83-yillarda talabalik vaqtimda ustozlarni ko'rganman. Ularni chiroyli kiyinishlari, chiroyli madaniyatlari, ilmlari, dunyoviy bilimlari, bag'ri kengliklari, shularni ko'rib ixlos qilganman. Va qani endi men ham shular qatorida ustoz, o'qituvchi bo'lsam deb niyat qilgan edim. Niyatimiz xolis ekan. 1983-yil oliy dargohni tugatgan zahotimiz imtiyozli diplom bilan bizni universitetga pedagogik faoliyatga, ilmiy pedagogik faoliyatni yuritishga taklif qilishdi. O'sha paytda rektorimiz rahmatli Murod Sharifxo'jayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi, O'zbekiston Oliy Majlis Senatining birinchi raisi, mana shu O'zbekiston Respublikasi Prezident akademiyasining birinchi rektori bo'lgan insonlar va Toshkent Moliya institutining ham birinchi rahbarlari bo'lgan. Shu inson bizni boshimizni silab, rahbarlik qilib, mana shu oliy dargohga, ustozlikka, pedagogik faoliyatga taklif qilganlar. Shu sabab bo'lib biz pedagogik faoliyatimizni boshlaganmiz. Birinchi dars bergan kuningiz esingizdami? Qanaqa hissiyotlarni boshingizdan kechirgansiz? Rahmat savolingiz uchun. Birinchi dars berganim albatta esimda. 83-yil o'sha auditoriyaga kirganimda mana shu binodagi yonimizda 4-binoni ikkinchi katta zali bo'lardi. 100 kishidan oshiq katta talabalar o'tiradigan. O'sha auditoriyaga kirib dars berganman. Juda ham hayajonlanganman. Juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rganman. Lekin baribir auditoriyaning salohiyati bizni bosgan, hayajonlanganmiz. Lekin hozirgiga nisbatan bir qaraganimizda bolalar juda ham ustozlarga nisbatan hurmat bilan qarashardi. Yoshi katta amaliyotdan kelgan talabalar bo'lishligiga qaramasdan bizga holatimizni tushunib, shunday qo'llab-quvvatlab bizga yordam berishgan va o'sha birinchi darsimizda bir o'sha darsimizni o'tib olganmiz. Yaxshi deb baholashgan. Universitetdan mana shu paytda institut deyilardi, jamoadan ustozlar kirib darsni baholashgan, o'quv uslubiy boshqarmadan, dekanatdan, rektoratdan birinchi darsimizni shunday boshlaganmiz. Darsimiz u paytda endi rus tilida olib borardi. Biz rus tilida dars o'tganmiz. Darsliklar u paytda markazlashgan holda demak yuqoridan tushilar edi. O'sha darsliklar bo'yicha, o'sha masalalar to'plamlari bo'yicha, vaziyatli masalalar bo'yicha o'tganmiz. Endi hozir hamma darsliklarni o'zimizga yaratyapmiz. O'quv qo'llanmalarini ham, vaziyatli masalalarni ham u davrdan ancha farqli o'laroq, lekin o'sha hayajon hozir ham bor. Biron bir darsga
agar hozir endi zamonaviy texnologiyalar bo'yicha Telegram kanallarni bolalarga to'ldirib qo'ymasam, ularga kerakli o'sha me'yoriy huquqiy hujjatlar, qonunlar, videoroliklar, o'sha xalqaro standartlarni qo'ymasam va bolalarga tarqatma material bermasam, o'sha o'tgan darsimdan ko'nglim to'lmaydi. O'sha birinchi darsim bilan hozirgi darsim oralig'ida agar bir 42 yil bo'lgan bo'lsa, hali ham o'sha hayajon bor, mas'uliyat bor, o'sha javobgarlik bor. Chunki xalqaro amaliyotda shunaqaki, ustoz har bir darsni o'tgandan keyin uni darsidan keyin talabalarga anketa tarqatib, qanday dars o'tdi, sifati qanaqa bo'ldi, samarasi qanaqa bo'ldi degan savollar beriladi. Biza endi o'sha xalqaro anjumanlarda ko'p xalqaro davlatlarda malaka oshirganimiz uchun shu narsani o'zimizga shior qilib olganmiz. Bolalarimiz darsdan albatta rozi bo'lish kerak. Biz ularga monolog ko'rinishda emas, balki dialog qilib, dual tizimda ularga dars o'tishimiz kerakki, ular ham fikrini aytish kerak. Ko'pchilik amaliyotda ko'p narsalarni biladi, internet orqali ma'lumotlarga ega. Ulardan ham biza ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkin. Shuning uchun hozirgi har bir darsimiz ham biz uchun xuddi bir yangidan dars o'tgandek, xuddi bir bayramdek, xuddi ilk bora auditoriyaga kirayotgandek o'zimizni his qilamiz. Bugungi zamonaviy ustoz sizni nazdingizda qanday bo'lishi kerak? Albatta zamonaviy ustoz zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan bo'lishi kerak. Zamonaviy axborot texnologiyalarini chuqur egallagan bo'lishi kerak. Bular hammasi masalaning texnik jihati. Eng muhimi samimiy, shogirdlarini sevadigan, ko'ngli ochiq, shular uchun harakat qiladigan inson bo'lish kerak. Bu yerda masalani ma'naviy jihati bor. Agar shogird, talaba ustozga ixlos qilmasa, unidir qaysidir fe'liga, qaysidir tomoniga ixlos qilmasa, uni bilimini o'rganmaydi, uni bilimini egallashga harakat qilmaydi, uni ortidan bormaydi. Shu sababli avvalambor zamonaviy ustoz o'zi yuksak ma'naviy shu g'oyaviy demak boyliklarga ega bo'lgan inson bo'lish kerak. Undan keyin albatta tillarni bilish kerak, xalqaro tajribalarni bilish kerak, axborot texnologiyalarini chuqur egallagan bo'lish kerak. Bularsiz hozir dars o'tish yoki talabani qoyil qoldirish, talabaga biron yangi narsa berish juda murakkab. Ustozlar haqida bekorga so'ramadim. Sizni hayotingizda bir o'zgacha o'rin egallagan ustozingiz bo'lganmi yoki ustozlaringiz? Rahmat savolingiz uchun. Albatta boya eslab o'tganimdek, ustozim akademik rahmatli Murod Sharifxo'jayev bizni doimo boshimizni silab, g'amxo'rlik bilan doimo yordam berganlar. Hattoki mana 84-yil biz harbiy xizmatga ketayotgan paytimizda ham bizga o'gitlar berib, o'sha paytda ozgina nima qilib shamollagan ekanmiz, o'zingizni ehtiyot qiling deb o'git berganlar. O'shandan keyin falak gardish bilan biz o'sha Chita haligi Sibir tomonlarga harbiy xizmatga ketdik. Bu ustozi o'gitlari juda ham bizga asqatdi. Mana shu hayotimda mani doktorlik, iqtisod fanlari doktor ilmiy darajasini olishimga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi Yorqin Abdullayevich menga ustozlik qilganlar, otalik mehrlarini berganlar, boshimizni silab, to'y ma'rakalarimiz, yaxshi kunlarimizda ham yonimizda turganlar. Ustoz shogirdlarni bitta narsasiga men doim shogirdlarga aytaman, bu faqatgina misol uchun sizni olim qilish, sizni fan doktori qilish emas, balki hayotda ham sizga namuna bo'ladigan, mana shu to'y qilsangiz to'yingizda yoningizda bo'ladigan, og'ir kunlaringizda sizni yupatadigan, yoningizda kelib maslahat beradigan, ko'nglingizni ko'taradigan, umuman
har bir jabhada sizga namuna bo'ladigan, o'rnak bo'ladigan inson ustozlar bo'ladi. Mana shunday ustozlardan yana biri rahmatli mana prezidentimizdan el-yurt hurmati ordeni sohibi bo'lganlar, professor, xalqaro Westminster universitetining prorektori Tursun Shodiyev ustozimiz. U kishi rahmatli bo'ldilar. U odam mana shu universitetimizda birinchi iqtisodiy kibernetika fakultetini tashkil qilib, O'zbekistonda mana shu iqtisodiy kibernetikaning asoschilaridan bo'lganlar. Bularning ustozi mana hayotlar, umrlari ziyoda bo'lsin, akademik Saydahror Saidahmedovich G'ulomov domla. Bu kishi hammalarini mana shu O'zbekiston kibernetika maktabini, kibernetika olimlarini ustozi bo'ladilar. Bizda ko'p yillar vazirimiz bo'lganlar, universitetimiz rektori bo'lganlar. Ustozlarimiz juda ham ko'p. Ularni har birini aytib o'tishga vaqtimiz ham, fursatimiz ham yetmasligi mumkin, lekin hammalarini biz chin ko'ngildan hurmat qilamiz, borlarini ulug'laymiz, o'tganlarini doim duo qilamiz. Shuning uchun ustozlarimizni umrlari ziyoda, rizqlari bundan ham baland bo'lsin deymiz. Bahodir aka, bugungi kunda ustozning o'rni qanchalik o'zgardi? Albatta global mana shu rivojlanish, global iqtisodiyot, xalqaro jahon iqtisodiyotiga mamlakatimizni integratsiya qilish jarayonida ustozlarning roli, funksiyalari tubdan o'zgardi desak ham to'g'ri bo'ladi. Avval mana biz 1988-yillarda Moskva davlat universiteti, Mixail Vasilievich Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetiga o'qishga mana shu universitetdan bizani yuborganda, shu O'zbekiston bo'yicha chetga chiqsa 10 ta, 15 ta odam xalqaro darajaga chiqar edi. Endi hozirgi vaqtga kelib minglab, kerak bo'lsa 10 minglab yosh olimlar dunyoni turli davlatlarida, 180 dan ortiq davlatlarda o'qib faoliyat ko'rsatmoqdalar. Mana shu mashhur Angliyani xalqaro iqtisod maktabida, aytaylik Oksfordda, Kembridjda va boshqa dunyoga dong'i ketgan universitetlarda nafaqat talaba bo'lib, balki domla bo'lib ham xizmat qilyapti. Ular keyin yurtimizga kelib bizni iqtisodiyotimizni rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shmoqdalar. Endi biz ham shunga qarab, zamonaga qarab o'zgarishimiz kerak. Albatta, endi bularga elektron darsliklar berishimiz kerak. Bularga shu case study'lar deymiz, zamonaviy vaziyatli masalalar berishimiz kerak. Yangi bilimlarga ega bo'lishimiz kerak. Shuning uchun yoshlarimiz bizdan shunaqa ilmlarni, bilimlarni kutadi. Biz ham o'z ustimizda to'xtovsiz harakat qilib, mana ustozlarni vaqti belgilanmagan, me'yorlanmagan deyiladi. Shuning uchun ham ta'til berganda ham eng ko'p ta'til 56 kun ustozlarga beriladi. Biz o'sha davrda ham izlanishda, ilmda bo'lamiz. Mana shu yoshlarimizni to'g'ri, zamonaviy, ratsional bilimlar bilan qurollantirishda albatta yetakchilik rolini o'ynashimiz kerak. Chunki oldin agar ustozlar ma'ruzani o'qib talabalardan talab qiladigan bo'lsa, hozir 40% aytaylik kredit model tizimi bo'yicha biz ularga yo'nalish bersak, 60%ni talabalarni o'zlari yo'naltirib, o'zlari demak mustaqil ishlab topshirishlari kerak. Bu jarayonda endi ustozni boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik, kasbiy demak mahorati katta rol o'ynaydi. Shuning uchun bu yangi tizimga biz moslashishimiz kerak, shuni talablariga javob berishimiz kerak. O'zingiz ta'kidlaganingizdek, ustoz hamisha rivojlanish kerak, yangi narsalarni o'rganish kerak. Shaxsiy hayotingiz va pedagogika sohasini o'rtasidagi muvozanatni ushlash qiyin bo'lmaganmi hayotingiz davomida? Albatta, oila ham bu kichkina bir jamoa. Agar mana shu universitetda bizni ikkinchi uyimizni faraz qiladigan bo'lsak, albatta xonadonimiz, farzandlarimiz biz uchun eng muqaddas, bu oliy ne'mat. Biz farzandlarimizni ham
shu fan yo'liga yo'naltirganmiz. O'zimizni oila misolimizni oladigan bo'lsak, oilamizda hozir 5 ta fan doktori bormiz. Shundan 2 tasi Doctor of Science, iqtisod fanlari doktori, 3 tasi PhD, ya'ni iqtisodiyot bo'yicha falsafa doktori o'zimizni yo'limizdan ketishgan va yana qizimiz ham doktoranturada tahsil olyaptilar. Bular ham ilm yo'lidan ketgan. Shuning uchun bizni oilada hammamizni fikrimiz, dunyoqarashimiz, mushohada qilish qobiliyatimiz, manfaatlarimiz bir-biriga juda mos keladi. Shuning uchun bu bizga oson, qiyin emas. Oiladagi muhit bilan jamoadagi muhit ikkalasi bir-birini to'ldiradi. Pedagogika sohasiga kirib kelayotgan yoshlarga, umuman mana shu kasbni tanlamoqchi bo'lgan har qanday insonga nimani maslahat bergan bo'larmiz? O'gitiz. Endi albatta yosh olimlarga, yosh shogirdlarga ularga manfaatli maslahatlar berish kerak. Mana men bitta misol keltiraman. Magistraturada, bakalavrda ko'p qizlarimiz o'qiydi. Ko'plari turmushga chiqishgan, bolalari bor. O'zimni ham boshimdan kechirganman. Ularga men maslahat beraman. Qizlarim, agar doktoranturaga kirsanglar, mana yurtboshimiz yaxshi muayyanlar tayyorlab qo'yganlar doktorantlarga. Keyin oilada bolalarni tarbiya qilishga ham imkoniyatingiz bo'ladi. Undan keyin mehnat demak stajingiz ham davom etaveradi. O'shaning uchun ilm qilinglar, doktoranturaga kiringlar deyman. U nafaqat qizlarimizga, balki o'g'il bolalarimizga ham. Ular ham doktoranturaga kirib, yarim stavka amaliyotdan dars olib, bu yoqdan qo'shimcha oylik, bu yoqdan davlatimiz tomonidan belgilangan stipendiya, nafaqa bularni olib, ilmiy ishlarni qilib, oyoqqa turib, yaxshi lavozimlarga, yaxshi demak joylarga, ishlarga joylashib ketgandan keyin bularda mana shu o'tish davri, adaptatsiya davri oson kechadi, tez bo'ladi. O'zingiz mana o'ylab ko'ring, oilangizda yosh bolangiz bo'lsa, mana biz o'zimiz shu buvisi bilan ikkalamiz agar o'qishga 4 soatga kelinimiz ketsa yo qizimiz ketsa, jon halak bo'lib qarashga qiynalamizda. Baribir otani, onani o'rnini bosolmaydi. Agar shu ota-ona bolalariga uyda qarab, ularni osh-ovqatini berib, undan keyin o'zini ilmiy ishini o'sha kompyuter orqali, internet orqali bajarib, ilmiy tadqiqotlarini davom ettirsa, ham o'ziga yaxshi, ham oilaning moddiy holatini yaxshilashga bir hissa qo'shardi. Bu ham yaxshi. Shuning uchun yoshlar ilmga harakat qilinglar. Mana bugun bitta xushxabar bo'lib qoldi. Universitetdan bitta dotsent qizimiz $40,000 grant yutib olibdi. O'sha nufuzli Amerikani universitetini grantinda. Endi o'z o'ylab ko'ring, bu oilaga uy oladimi, mashina oladimi yoki ilmiy ishini yana rivojlantirib xalqaro safarlarga borib keladimi? Bu juda ham yaxshi xushxabar. Mana shunday agar ilm bilan harakat qilaversa, haligi mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli deydi. Mehnat qilgani yaxshi, bilim orqali egallash undan ham yaxshi. Mana sizlarni ko'rsatuvlarda ustozimiz Akram Abbosovich Karimov bitta gaplarini nima qilib eshitib xursand bo'ldim. U kishi aytdilarki, oldin odamlar o'tirib, mehnat qilib, yugurib ish qilardi. Hozir endi inson aqli, insonning aqliy salohiyati bu kapitalga aylandi, u tovarga aylandi. O'shaning uchun biz endi aqliy mehnatni eksport qilishimiz kerak. Tovar moddiy zaxirani emas va o'sha aqliy bilimlarni sotishni, realizatsiya qilishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki mana hozir yoshlarimizda men bitta tendensiyani kuzatyapman. Menga u juda ma'qul bo'ldi, yoqdi. Agar kitob yaratsa, darslik, monografiyalar yaratsa, mana O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi unitar korxonadan o'tib, patent olish, mualliflik guvohnomalari olish,
ixtiroli guvohnomalar olish endi udumga kiryapti-da. Bu juda zarur narsa. Agar mana shu narsalar rusumga kirsa, udumga kirsa, an'anaga aylansa, natijada olimlar o'zlarining mehnatlarini ertaga sotib, realizatsiya qilib mablag' ishlashi mumkin yoki xalqaro darajada unvonlar sohibi bo'lishi mumkin, mulk egasi bo'lishi mumkin. Mana shu aqliy salohiyat bilan yaratilgan mulklarni biz uni tijoratlashtirishimiz kerak. Mana universitetimizda xuddi shunday tijoratlashtirish departamenti tashkil qilindi. Bu ham juda yaxshi. Bu katta ham bizaga motivatsiya, ham moddiy tomondan rag'bat va undan tashqari oila byudjetiga ham yaxshigina daromad olib kelishiga imkon yaratadi.